Gulistonda odamlarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan muhim vazifalardan biriga aylangan. Shu bois viloyatimizda aholining kundalik turmushiga qulaylik yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan prezident tashabbusi bilan Gulistonga olib kelingan yangi avtobuslar ham shuning amaliy isboti. Endi shahar ko'chalarida zamon talablariga to'la-to'kis javob beradigan shinam va bexatar transportlar qatnay boshladi. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 3-iyun sanasidagi 276-son qarori shahar yo'lovchi transport tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan Guliston shahrida barcha jamoat transportlarida to'lov usullari yanada takomillashtirildi. Ya'ni joriy yilda 1-sentyabrdan boshlab Guliston shahrida barcha jamoat transportlari to'lovlar chiqish paytida amalga oshiriladi. Ya'ni elektron to'lov tizimlari. Bu to'lov tizimlari bank plastik kartalari orqali, transport kartalari orqali, ilovalar orqali va bir martalik QR kodlar orqali amalga oshiriladi. Jamoat transporti bu shunchaki harakatlanish vositasi emas, odamlarning vaqti va kayfiyati. Yangi avtobuslarda faqat yo'lovchilar emas, haydovchilar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy boshqaruv va xavfsizlik tizimlari sabab haydovchi kun bo'yi rulda charchamay, bor diqqatini yo'l xavfsizligiga qarata oladi. Bu esa mehnat urundorligini oshirib, yo'lovchilar xavfsizligini kafolatlaydi. Guliston shahriga zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan avtobuslarimiz kelgan. Xalqimizga xizmat qilish uchun hamma qulayliklari mujassam, sovutish tizimlari, chiqib tushishiga qulayliklari, panduslari bor. Avtobusimizni ham kompyuterlashgan, video kameralar bilan jihozlangan. Gulistonning yozi qanchalik issiq bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Yangi avtobuslardagi kuchli konditsioner tizimi yozning issiq kunlarida salqinlik beradi. Qishda esa isitish tizimi bir maromda ishlaydi. Tartibli, toza va o'z vaqtida keladigan transportda manzilga yetib olish aholiga haqiqiy yengillik bo'ldi. Odamlar ushbu yangilikdan juda mamnun. Ilgari avtobusimiz kichkina edi, to'lib qolsa, 2-3 avtomobilni tashab ham o'tib ketardi. Iloji yo'qda to'lgandan o'tib ketardi. Mana hozir to'lovlarni shunday plastikni shunday ham vaqtingizni tejalayapti, ham shunday plastikni ko'rsatasizda tushib ketaveryapsiz. Bular juda katta qulayliklar yaratilgan. Bu ishlarni boshida turgan prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Odamlarga manziliga bexatar va xotirjam yetib olishi uchun sharoit yaratish bugungi islohotlarning eng muhim natijasidir. Guliston bo'ylab harakatlanayotgan bu yangi avtobuslar shaharning umumiy qiyofasini va transport madaniyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.